hosiliga suvdan ta'siridan chiqqan, lekin suvdan oldin o'rilmagan gazon bilan o'rilgan gazonni holatini ko'rsatib o'taman. Mana bu почти 2 oy bo'ldi, umuman o'rilmadi. Suvning ta'sirida unaqa o'sish ham bo'lmadi, lekin holat mana shunaqa. Endi kamera qanchalik olib beradi bilmadim-ku. Bu o'rilmagan. Misol uchun bitta o'rib olsa, strishka qo'ysa, yam-yashil bo'lib turadi. Ana endi sizlar bilan hozir suvdan oldin o'rib qo'yilgan gazonning holatini ko'ramiz. Mana bu gazonimiz sarg'ayib ketgan gazon. Nega sarg'aygan? Chunki buni suv tushganda o'rib qo'yishgan, strishka qilishgan. O'shaning hisobiga suvning ta'sirida bariga sarg'aygan, lekin o'lmagan, qurimagan, so'rmagan. Bu strashnimi? Yo'q, strashni emas. Nega? Bu chunki erta bahorda yerga issiqlik kelganda yaxshilab udobreniyasini qilib, fontanlarni ochib, yaxshilab bo'ktirib suvini bersa, jotki bo'lib, mana bunaqa kal joylari ham to'lishib ketadi. Yam-yashil bo'lib, zich bo'lib, zabardast gazon bo'ladi, xudo xolasa.